Assalomu alaykum akalar, opalar. Kimga Yevrozaborlar qiziq bo'lsa, ushbu videomizni oxirigacha ko'ringizlar. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mana bizda hozircha 4 xil shablon bor. Xohlaganingizni zakaz qilsangiz bo'ladi va xohlagan svetingizni chiqarib beramiz. Buni afzallik tomonlari, sizni joyingiz zax bo'lsa, 5 sm yerdan ko'tarib borsangiz, zax vaqt o'ziga tortmaydi. Qancha namgarchilik bo'lsa, bu zaborimiz shuncha baquvvat bo'laveradi. Ya'ni kam rasxod, simbloklardan rasxodi kam. Bu Yevrozavorlarimiz 4 tasi bir komplekt hisoblanadi. Siz o'zingizga xohlagan, ya'ni kirpichnimi, gullimi, toshlimi, ikkinchi kirpichli versiyasi xohlaganingizni tanlasangiz, shu bir komplekt olsangiz bo'ladi. Ya'ni aralashtirib ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni bir zabor balandligi 2 metr bo'ladi. Uzunligi 2.30, 15 steyka bo'lsa 2.30 uzunligi bo'ladi. Simblok zaborlarimiz ichida qanday tayyorlanishlarini, mahsulotlarini hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hammasi baquvvat, qoidaviy va eng qizig'i o'zingizga xohlagan rangda chiqarib bera olamiz. Bizning manzilimiz Noxiya Sharituz Dehay Guliston, ya'ni Atqurma qishlog'idan. Ekraningizda chiqib turgan nomerlarga telefon qilsangiz, batafsil yana ma'lumot berib o'tib ketamiz. Kimga qancha kerak bo'lsa, xohlaganicha tayyorlab bera olamiz. Bizda zapaslar ham bor, xohlaganingizcha tayyorlab bera olamiz. Bu Yevrozaborlarimizni mana rangli kinosi versiyasi. Kimgadir qanday rang kerak bo'lsa, marhamat, xohlagan rangingizda chiqarib beramiz. Yana bu narsalarga ishlatsa bo'ladi bu Yevrozaborda. Ya'ni sokil qilib ishlatsa bo'ladi bu narsani bemalol. Maqsad buning sokili yo'q. Mana fundamentlarda sokil qilinmagan. Buni sokil qo'ysa bo'ladi. Buni ustalar yaxshi biladi. Bizda hozir 4 xil namudimiz bor. Bu prislangan. Bundan 1 gram tashvish tortmangizlar. Buni ichida setkalari bor, prislangan narsa. Akalar, mana bizda simbloklarning ustiga shapkalarimiz bor. Har 2 metrga mana shunday simblokda shulsalaringiz shapka tumba qo'yiladi. Agar kim xohlasa, mana agar bu shapkani olganimizda simblok mana shu holatga kelib qoladi, tumbalari. Buni qo'ysa yana bir chiroyli, ya'ni deganda shapkasiz odam qanday yo shapkali odam qanday. Bunisi ham xuddi shunday. Mana bunisi ham xuddi shunday. Simblokning ustiga qo'yilib ketayotgan narsa. Bular 5 sm har bir tarafga chiqadi. Uzunligi 50 sm. Bu ham xuddi shunday 4 tarafga 5 sm dan chiqadi. Yana bizning burchatkalarimiz bor. Kimdir xohlasa, bu ranglar ketmaydi, biz katifasiga javob beramiz. Mana bizning ranglar. Bu bardiyorlarimiz, mana yonboshlariga bu latoklar bor. Mana kimdir xohlasa. Yana bu tarafda ham bizning burchatkalarimiz bor. Kimdir xohlasa, marhamat, metr kvadratga kelayotgan bo'lsa, bu metr kvadrat sotiladi. Hozirgi kunda eng trendga chiqqan qoliplardan mana shu narsalar. Bundan juda ko'p gulli, har xil gulli narsalar yasaydi. Buni ustalar o'zlari yaxshi bilishadi. Metr kvadratga kelayotgan bo'lsak, bu 60 somon. Mana bu simblokning ustiga qo'yilayotgan narsamizning narxi 25 somon dona sotiladi. Bunisi ham dona sotiladi. Bu uzunligi 50. Bundagasiga simblokning shu 5 chiqadi. Narxi 20 somon. Bu burchatkamizni ham narxi 60 somondan. Xohlagan rangingizda, xohlagan svetingizda chiqarib bera olamiz. Bu ham kvadrat metr, shundaymi? Kvadrat metr 60 somon. Kvadrat metr 60 somon. Latoklar bular dona sotiladi. Bu ham dona sotiladi. Bular 15 so'mdan. Zaborda narxlari qanday bo'ladi, metr kvadratgami? Yo'q, zabor komplekt sotiladi. 4 taligi bor. 4 ta komplekt. Sizga bir marta ko'rsatib o'tib ketamiz bu yerda. Bu rangli nolari. Bularning Yevrozaborlarning narxiga kelayotgan bo'lsak, shu 4 tasi bir komplekt hisoblanadi. Bitta stoykasi bilan bitta stoyka 2 taga yuradi. Chunki ikki tarafda shof bo'lganligi uchun ikkita hisoblanadi. Shu turishning narxi komplekt. 400 somon. Kimgadir buni shundan xohlaydi, 4 ta bir komplekt. Bizda 4 namudi bo'lganligi uchun 4 xil qo'yganmiz bu yerga. Kimlardir xohlaydi, misol buni shu holat farqi, xohlasin atirgul bo'lsin, xohlasin toshli bo'lsin, xohlasin
kirpish uchun biz chiqarib beraveramiz. Ya'ni ranglarimiz ham bor. Buni svetga berganmiz, svet berganmiz. Svet qo'shib tayyorlaganmiz. Va uni ham ko'rsatib o'tamiz. Har kelishilgan holatda u svetlar farq qiladi. Shu ekraningiz tagida turgan nomerlarga telefon qilsangiz to'liq ma'lumotni yanada beradi sizlarga. Xuddi shunday.